Assalomu alaykum Husan aka. Xush kelibsiz. Bugun 8-fevral Husan akam ham to'ylarni o'tkazib, ko'ngilni joylab keldi mana Bosim bobo. Mana istenkani qarang. To'la hamma sizni ko'rish uchun kelgan. Husan aka ishni nimadan boshlaymiz? Samsachilardan boshlaymiz. Ketdik unda samsachilar. Yaxshimisizlar? Va sizlarga ondan kuyov bola olib keldi. Kuyov bola chiqdi. Qanday? Hormaysizlar? Salomat bo'ling. Ha, bugun nechta somsa yapildi? Mingdan oshda gapirdi, soni urmadi. Mingdan oshda? Yo'q. O'ma somsalarni qarang. 2 kilolik. Bunaqa 2 kilolik somsalar faqat Bosim boboda bo'ladi. Uzluksiz 24 soat. Ibrohimjon, sen motivatsiyani kimdan olasan? Motivatsiyani har doim sizdan olamiz-da. Har doim muhabbat qilish bu hamma shogirdlarga bunaqa bo'lmaydi. Rahbar zo'r bo'lish kerak asosan. Nechta tandir samsa bor? Hamma 15 ta tandir hammasi to'la. To'la-ya? To'la. Buni uzilmasin. Bozor. Endi qayerga boramiz? O'tirgan mijozlarimizdan xabar olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizmi? Charchamayapsizlarmi? Qayerdan keldingiz? Samarqand, Urgut, Tailand. Qo'llada Quloqdan kun ko'rinyapti. Yangi kuyovda. Ish zo'r. Hammani kutib qolamiz.